Qadrli obunachilar, mana bugun biz yana guruhimiz bilan birgalikda yana bir onajonimizni, Xosiyatxon onamizni tavallud ayyomlari bilan tabriklash uchun keldik. Xudo xohlasa chiroyli qilib tabriklab ko'ngillarni olib ketamiz degan umiddamiz. Tamam. Allah'ım şu geleceğiz ki yolu sıdırında şu kadar olsun hemen de bala çakan ömürler olduğumuz kısırlık basın, oğullarına kavrulsun, kızlar gayraya bak versin. Endiniz dileyene cansızlarda var, tuğanırık bu tuğanlar, dasturkunda oturun, çay içip, çiğini oturayın Allah'ım, benim bile bu oğullarım. Feridem, terizeni saklasın, tatları toylar koysun, kızları bak versin, uzun üyle olsun. Allah'ım iyini pütürüp kirip toylardı kızım var, ızbarayı kuştum. Yine yine şaka, yasta bir de feridem gibi sana. Çok güzel tamam. Vay canına o ne demek Mayra? Mesela kırklasından bir böyle. Bayağı efsane bir günü götürülüp de geldiler. Ne kadar. Anan men gelip okşap bıcıl jüratdaysan baram şu taraf qaytamiz. Baram qaytibdir. Tilaklari bo'lsa gapirib qo'yinglar, video olib qo'yaman. Bayram. Ne gelirse 8-9 TL. Bana çalıyor. Boptur jenge boptur. Ana o'sha demasang gapirmasdan ham. Aytganing endi. Boptur jenge, yashingiz muborak bo'lsin jenge. Umringiz uzoq bo'lsin, iqbolingiz baland bo'lsin. Shu nevrangizni orzu havasini ko'ring. Bunaqa yoshdan yana bitta ko'rsangiz bo'ladi. Voy astag'firullah. Boptur jenge, shu bolalaringizga bosh qosh bo'lib, bolalaringizning havasini ko'rishlari nasib bo'lsin. Sog'liqsin. Qizlardagi hammasini orzu havasini ko'rishlari nasib bo'lsin. Bunaqa yoshdan ko'ring. Kim keldi yana? Keling qilib O, aytilmay turgan joyda. Mayra, ilohi amin. Xayr baraka, davlat ziyoda bo'lsin. Allohim, shu kirib kelgan yangi yil hammamizga xayrli, barakatli bo'lsin. Yil boshida tug'ilib turjangam, ilohim bunaqa yoshlarda ko'pni ko'ring, bizga bosh bo'lib yuring. Singdilarimning uylarida, to'rlarida duo qilib o'tirishlikka nasib qilsin. Nevara, chevaralarda rohatini ko'ring. Shu yaningizda biz ham sizga qo'shilib, shularning kuni kuchini, yaxshilik kunlarini ko'rishga nasib qilsin. Shu bugungi qilgan, ehson qilgan ukalarimiz, singdilarim ham tanjanlari sog' bo'lsin. Eson-omon, sog' salomat ishlab kelsin. Topganlariga Alloh barakat qilsin. Hamma ham bolalarini rohatini ko'rsin. Umralarga borib hojatda xojonalar bo'lib yurishlikka nasib qilsin Allohim. Rahmat ukalarga ham, boringlar, hammangizga ham shukr. Ekan mehringga ko'p umumanga so'z yo'q ekan, sen qilgan bu duolaru tilagingni onaginam qo'sh qo'ysam g'amlar chekinadi. Yuragimdan g'am alamlar to'kiladi.
Assalomu alaykum. Fayzli xonadon mehmonizi tabarruk 72 yoshlari bilan tabriklash uchun yig'ilib turibmiz ekan. Onajonimizga uzoq umr tilaymiz. Ilohim umrlari bundan ham ziyoda bo'lsin. Bolalar to'rida duolar qilib yurishlikni Allohdan tilab qolamiz. Feruzaxon opamiz, shaxsan Feruzaxon opamiz nomlaridan tabriklash uchun kelganmiz. Onajonim umringiz sog' bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Bunaqa yoshdan ko'pini ko'ring, farzandlaringiz baxtiga, turmush o'rtog'ingiz baxtiga sog' bo'ling ilohim. Chiroyli tilagimiz bor, tabrigimiz bor, eshitib qo'yasiz. Hayotimning baxshisiz onam, umri menga baxshisiz onam, dunyoda yo'q siz kabi odam, siz hammadan yaxshisiz onam. Bahorimsiz dunyoda borim, duolarim mening madorim, mehri hamma dardimga dorim, siz hammadan yaxshisiz onam. Bo'lib bir yil 4 faslida, yuraksiz yo'q havo aslida, hamma ona yaxshi aslida, hammasidan yaxshisiz onam. Uyim fayzi, nuri ko'zimni, egasi ilk aytgan so'zimni, chiroyligim onam o'zimni, siz hammadan yaxshisiz onam. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Qani davramiz chiroyli tilaklari bilan, o'zingiz bitta chiroyli tilaklari bilan farzandlaringizga xush kelibsizlar deb bitta chiroyli tilak qilasiz. Marhamat. Allohim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana shu yerda turgan qizlarim, bolalarim, nevralarim, chevralarim, nechta chevram bor. Allohim shu bolalarimni yurtlarida sular urib qo'ysin. Bular shu paytlarni keyin 8 o'qiydi. Bular katta chalib oldi. Nevra to'ylarda qizlarga ham qatnashaydi. Nadiya to'yini ko'rib, Washingtondan rahmat aytib, shu mana qaysidan kelganning ichida bir to'yda o'qiydi. Bana çoğu kafir bo'lib qoldi bular. Men yetim shakliga kirdim. Mana 5 balam bor. 17 nevra bor. Mana shu bolalarni ham uzun kelajakda erga faydasi degan yaxshi bolalardan bo'lib ketsin. Nevralarni, qizlarni, bolalarni. Allohim doim hamma rahmatini tilak maqsadga bersin. Doim yuzingizga uqtir. Aytganingiz kelsin, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Siz yoshingizga yetib yurishni hammamizga nasib etsin. Qani birgalikda bitta onajonimiz davriga taklif qilsak, keyin davom ettiramiz. Qani farzandlari bilan birgalikda qani muzikamiz qo'yamiz. Bitta chiroyli aylab beramiz. Yetti
bo'linglar, bor bo'linglar. Qani onajonimiz yana joyiga kelsa. Mana jengam shunday yashikdan 72 ga kirib berib, Alloh taolo Parvardigorim yana umrini uzoq qilsin, ahvolini baland qilsin. Sog'lik salomatchiligini berishlar Xudodan tilab qolaman. Shu bolalarda, nevaralarda, qizlarda orzu havasini ko'rishlarga nasib aylasin. Bunaqa boshqasi ham ko'p-da. Bolalar için hech qachon o'rdim demaydi. Doimo bizga patta duo berib, doimo yaxshilikdan bizda yuraveradi. Hech qachon o'rvandi. O'ptirjinga umringizga, rizqingizga Alloh taolo Parvardigorim barakatlarni bersin. Aytganinglar kelsin, ilohim umri uzoq bo'lsin, sizlarga ham umringlar uzoq bo'lsin. Qani marhamat, sovg'alarimizni topshirib qo'yamiz. Mana biz sovg'alar o'zingizga nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana bunaqa yoshdan ko'pini ko'ring ilohim. Bismillahirrohmanirrohim. Sovg'alar muborak bo'lsin. Qanday bo'lgani birgalikda taklif qilamiz. Marhamat.
mehmonlar, qandosh-urug'lar, san'atchisi, onajonini tug'ilgan ayyom bilan tabriklaymiz. Xonadonimizga bosh-qosh bo'lib, duoga onalarda bo'lib tursangiz, Allohdan tilab qolamiz. Vaqtingizga tinch bo'ling, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bugün bizim uyimizde şu oturuşumuzun sebepçisi apamdan doğulgan günü. Özlük bayramımız kutlu olsun apa. Ömrünüz uzun. Den soluğunuz çın bolsun. Şu baldarınızı daim uyun törünü kötkü bolup, dua koyup olup yürüyoruz. Sizde yaxşı görüyoruz. Daim siz mene sınıftanabız. Sizde yine tevzenti bolğanımızga suyunabız. Daim peşinizge daim var bolup, oynap gülüp yürüyoruz. Tuğan uruklar sizlerge de çoğun rahmat çünkü babamız sıyla urgattap kelgenlerge daim tuğançılığınız üzülbösün. Var bolgula. Şu oturuşunuzu şunday güldötüp demek kılgan ejem Feruza Tanjanınız sak bolsun, den solukta olun, hiç kaçan oruvangsız dagı, baldarınızı sıyık üçün jezeme köңür teң körüp, daim үйün törünü körkü bolup жүрөрüңүздөр. Siz dagı uul üylöp, kız çıgarıp, toylarыңızda daim jerkedeş bolup жүрүүгө насип etsin. Assalamualaikum, semuanya geliyor, kardeşler, namanya, şükepsine, şu cengeme bugün doğulan günü iken, cenge tinç bolun, sağ bolun, selamat bolun, hammamizga boş göz bolup yürüvering, nevre, çevrelerde toylarını görün, bollarınız, kızlar hammasi baxtlı bolsun, tinç bolsun, siz arkanızdan ketsin, Rossiyadagi kızam sağ selamat olsun, tanıcanı sağ olsun. Gelip toylarda kızın, toylara da varıp oynayıp, maşinday bolup varıp gelip yürüyorlar. Tinç bolun, hamisha. Shunaqa yaşdan keldi. Qilib kelgan iymondor, ijasingda qarindoshlar, jigargo'shalar, hammaga xush kelibsizlar. Jenge, bugun mana tug'ilgan kuningiz, ham jildi boshi, jongi jildi boshlanishi kuni ekan. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin, tanjaningiz sog' bo'lsin. Iloyim hammamizga bosh-qosh bo'lib, uylarimizda to'rida duolar qilib o'tirishni nasib qilsin. Bunaqa yoshlarni ko'ngli ko'ring. Alloh kutilgan saodatini bersin. Safarda yurgan ukalarimdan hammasi tinch bo'lsin. Rahmat. Shunchalik qadrlab, suylab, istaganliklar uchun. Keyingi hammaga rahmat. Şükürsünüz, sizi tanjaningiz sog' bo'lsin. Iloyim doim to'rlarda o'tirishga nasib qilsin. Siz orqamizdan biz ham siz janingizda turib, ukalaringizni uylarini to'rda o'tirishga hammamizga nasib qilsin. Shukr, rahmat sizlarga ham. Xizmat ko'rsatayotganlar, tanjaningiz sog' bo'lsin, ishlaringizga iyilik. Iloyim odamlarga yaxshilik kunlarda xizmat qilib yuraveringlar. Tanjaningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum barchaga. Aziz tug'anlar, tajinga bugungi qo'shaloq bayram bilan tabriklayman. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu bolalaringizni orzu havasini hamisha uylarida duogo'y bo'lib o'tirish nasib qilsin. Tinch bo'ling, sog' bo'ling. Men sizga yaxshi ko'rib. Opa, hech qachon o'rg'oq. Assalomu alaykum, katapa. Ömrünüz uzun bo'lsin, biz vaqtimiz har doim tinch bo'ling. Shu xizmat qilayotganlarga ham rahmat, ishingizga iyilik. Safarda yurgan Feruzayga ham katta rahmat. Kelib xudo xolasa to'ylarda qilsin, Allohim o'z panohida asrasin. Biz vaqtimiz har doim tinch bo'lib, shu to'ylarda yuravering, to'ylarda boshchi bo'lib. Bizde daha bir alışlar yürüyen bitti jengem var. Şu jengem hem ömrü uzun bolsun, den soluğu çın bolsun. Şu töp üylerde daim bizden suyurmatımızды kılıp yürüversin. Baldarın жақшылық күндерinde şu teң көрüsün, teң arıp, teң qarısın. Hurmatli tug'anlar, xush keldingiz. Yana tug'an kuningizdan kelib baqirib
erkalab qo'yamiz, biroq yaxshi ko'ramiz. Tug'ilgan kuningiz bilan. Tug'ilgan kuningiz bilan. Xonadonga iqrom. Katapa tug'ilgan kuningiz bilan. Sizni yaxshi ko'raman. Bizni boqib ko'p umr ko'ring. Shu nimani ushlab olasiz. Sizni yaxshi ko'raman. Bugungi o'zlik bayramingiz qutlug' bo'lsin. Den-sog'likda boring, o'rg'ang. Manglayingizda jarqirab, jaynab yuraveringiz. Salomat bo'linglar ilohim. Men o'ylardimki, nima uchun bizni chaqirar ekan derdim-da. O'zlari shunday tabriklab qo'ysa bo'lmasmikin derdim. Lekin o'zim ham onamning tug'ilgan kuniga shunday chaqirdik. O'zim boshlovchilik qildim, qiyin ekan. Onasini tabriklash o'zi qiyin ekan. Mana opalarimiz ko'ryapmiz, mehri jo'shib yig'lashyapti. Qiyin ekan. Shuning uchun kimnidir chaqirib tilidagi so'zlarini ayttirar ekanda. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz mehrini shunaqa chiroyli tarbiya bergan ekansiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Yana bitta sovg'asi bor ekan, qabul qilasiz. Marhamat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy Marhamat, sho'x qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat. Хочу к тебе подкатить, но мне невероятно, что внутри меня горит. Будь моей, моей, и нам светят тысячи одной, и получим мы свой Оскар, улетим
Ramazan tinch bo'lg'ular uy bilan safarımızdan hatatılık olsun. Yemek yiyeceğiz günlerde boş nasip olsun. Apa canım benim, mehribanım, ben sizi yaxshi ko'rib. Tuğum. Bunday yaşlı ko'rini ko'ring apa. Buyursa yemek yiyeceğiz. Allah nasip qilsa çok küçüklük nasip qilsin. O'rg'an hech qachon, bizni baxtimizga tinch bo'ling. Kengesh ova ulfatchi, Safar aka, sizlar da tinch bo'linglar. Bana daim jigarlarim yurak bo'lib kelgansinglar, bundan buyog'i ham daim yurak bo'linglar. Men sizlardan motivatsiya olib ishlayman. Sog'lik qolayim, tinch bo'linglar, ba'zanlar yediringlar meni. Baringlarni yaxshi ko'ring. Kendi arasına ve canlı yapımı sizler olsun. Yakınlarınız vaktinde sağ olup gelmişlerine dua yapabilir oraya. Sen olmak bölümürsün ama aşktan bir razı burası. Şöyle ötküsülebilir bunu gelkelerde. Şu kutlayan şu baldarın iman açtılar. Ömrünüz uzun olsun, ayrılık olsun, daima kişinin yeri olsun. Yüzünüz yarık olsun, Allah'ın ağzı, benden ağzı. Allah'ım daim elde işte o faydamatı, şunday yaxşı kökteylerdi, görüyor onların. Rahmat çok. Allah'ım cennet sağ olsun, koşkunlarına koşanları buldular, dövür ötüp, liben süretten girecekler. Allah Allah, ayet yansıyasın. Hop.